Assalomu alaykum aziz aka-uka opa-singillarim. Sizlar bilan Shaha. Ko'pchilik obunachilarim iltimosiga ko'ra bugun sizlarga YouTube'da qanaqa qilib jonli efir qilish mumkinligini o'rgataman. Buning uchun YouTube'ga kiramiz. Sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun ko'pchilikda savol paydo bo'ldi. 50 ta obunachi bo'lish shartmi? 50 tadan kam obunachi bilan ham stream qilsa bo'ladimi degan savolga javob beramiz. Buning uchun boshqa kanalimga o'tib olamiz. Va ko'rib turganlaridek bu kanalimda obunachi yo'q. Ya'ni hech qanaqa obunachisi yo'q kanal. Xuddi shu kanalda pilchni bosamiz. Menyuda ko'rib turganingizda 50 ta obunachiga erishish va jonli streamni ochish uchun ko'proq shorts yarating deyilgan. Yo'lda ko'proq shorts qo'yasizlar, obunachilar 40 tadan 50 tadan kam bo'lsa ham stream qila olmaysizlar. Jonli efir yonmaydi. Endi o'zimizni asosiy akkauntimizga qaytamiz. Ana ko'rib turganingizda 348 ta obunachimiz bor. Asosiy kanalim. Pilchni bosamiz va o'ng tarafdagi qalamchani ustiga bosamiz. Mana bu yoqda nom degan joyi bor. Bu stream nomi. Boshqa obunachilar yoki boshqa kuzatuvchilar sizni mana shu nom orqali, mana shu yerda preview orqali sizni topib kelishadi. Bu yerga endi nom qo'yamiz. Nom qo'yish va o'zingiz yo'nalishingizga qarab nom qo'yasiz. Masalan, men PUBG yo'nalishida kontent qilganim uchun obunachilar bilan 100 lobbilar deb nom qo'ydim. Va bu yoqdan screencast degan funksiyani yo'q qilib qo'yamiz. Va keyingini ustiga bosamiz. Va bu yoqdan yo'q, bolalar uchun yaratilmagan degan bo'limni tanlaymiz. Opni bosamiz. Va bu yoqdan boshlashni ustiga bosamiz. Ok tugmasini bosganingizdan keyin sizlarda menyu paydo bo'ladi. Va o'sha yerdan jonli efir qilish ustiga bosasizlar va streaminglar yonadi. Agar shu videoda 30 ta like yig'iladigan bo'lsa, men sizlarga keyingi safar Prism Live ilovasida qanaqa qilib stream qilish mumkin ekanligini o'rgataman. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Shaha bo'ldi.